aynan shu priborlar bilan belgilarni sizlarga ko'rsatib beraman. Ketdik. Birinchisi, bizda har doim mana shu holat eng birinchi hisoblanadi. Bu degani men ovqatlanishga tayyorman degani. Xo'p, ikkinchisi bizda mana bunday holat. Bu degani men hali ovqatlanmayapman. Uchinchisi mana bu holat, ya'ni men ovqatlanib bo'ldim, mani likopchamni almashtirib beringlar degani. To'rtinchisi mana bu holat. Bu holatda ya'ni belgisi nimani bildiradi? Taom menga yoqdi va oshpazga maqtovlar bo'lsin. Mana bu holat bu degani taom menga yoqmadi, oshpazga javoba. Mana bu holat bu degani men birinchi taomni yeb bo'ldim, endi ikkinchisini berishinglar mumkin. Keyingisi lezve ichiga qaragan holda bu degani menga shikoyatlar kitobini beringlar, demak nimadir yoqmagan. Keyingisi ichiga kirgizilgan holda mana bundoq qilsanglar, bu degani menga ofitsiantni servisi yoqmadi degani. Keyingisi mana bu holat. Bu degani qanaqa taom yeyishingizdan qat'iy nazar men hali ovqatlanib bo'lmadim, ovqatlanishni davom etyapman degani. Yoqqan bo'lsa sizlardan podpiska, обязательно kommentariy hammaga jo'natib qo'yinglar. Juda ham kerakli narsa. Salomat bo'lasizlar.